أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahab Xallob degan kishining ilm usul fiqh degan risolasi haqida darsimizni davom etgan bo'lib, uchinchi qism, ya'ni Qavoid usuli lug'aviyyaningki, bu uchinchi qismninki necha beshinchi qoidasiki mushtarak va bu mushtarakninki dalalati borasida degan mavzuning tengi kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zidan darsimizni yana davomlashtirishga tirishamiz. Ustoz Abduvahab Xallob deydi: وهكذا كل لفظ مشترك بين معنى لغوي ومعنى شرعي إذا ورد في نص شرعي فمراد الشارع منه معناه الذي وضعه له، لأنه لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الخاص الذي استعمله فيه كان اللفظ في لسان الشارع متعين الدلالة على ما وضعه الشارع له. هنا لا مشونشش أرقندق لفظ مشترك كي لغوي معنسلن شرعي معنس o'ttirsidagi o'rtaq lafzlar. Qachon kelsa bir shar'iy bir nasning o'zida mushungishish lug'aviy bilan shar'iy ma'nos oralig'ida bir o'xshash bir o'rtaq bir kalima kelib qolib qolsa, mana bir lafz kelib qolib qolsa, sharining maqsadi uningdan nima desa, shariy taolaning maqsadi u lafzidan, u lafzning ma'nosiga qo'ydi u shariy u lafzini u ma'no uchun. Şari'nin Allah Teala'nın maksidi Allah o lafzini o mana için koygan mana şu maksat. Çünkü Şari Teala bu lafzini özünün lügat manasınca o Şari Teala o lafzini o manada işletken has managa Şari Teala öz ötküde. Dak olgandekin bu boludu bu Şari Teala'nın tilide bu lafz Şari Teala u lafzni u ma'noga qo'ygan narsaning o'zicha dalalati ro'shan bo'lgan bo'ladi. Dalalati muayyan bo'lgan bo'ladi. Shari Teala demak, nimaga ishlatgan bo'lsa, shu lafzning ma'nosi, uning dalalati shu bo'lgan bo'ladi. وكذلك في نصوص القوانين الوضعية إذا كان اللفظ الوارد في النص له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح القانوني، وجب أن يراد به معناه القانوني لا اللغوي للسبب الذي بيناه، فلفظ الدفع ولفظ الحلول وغيرهما يراد بها المعنى القانوني لا المعنى اللغوي، وكذا لفظ الضبط ولفظ tescili. Oşunşuş yerlik kanun neslerinin üzdümü. Kaçan neskege lebze onun bir lebzinin üzü bir neskege lebze. İki manası varken. Lugat manası varken ve kanundaki bir ıslah manası varken. Onun da o kanundaki ıslah manasını maksat kılış şu vacip bundaki bu kanunda. Onun için lugat manasını kılış o lazım emas. Lügat manası irad kılınmaydı.
biz yukarıda tilga algan nimne cahdiden sebeplerine cahdeden deydi. Hoş. Mesela def'a degan laf, hulul degan laf, onun başka laflar. Onun kanuni ma'nosi maqsad qilindi. Lug'atdagi ma'ni maqsad emas, qonunshunoslar, sotchilar, mahakim, muhamiylar, masalan, hakimniki sud organlaridagilar, sotchilar, qodi hudud va advokatlar qo'llanadigan bu daf hulul degan kalima lafzlar, onun boshqa gaplar, kalimalar, boshqa lafzlar onun qonun ma'nosi maqsad qilindi, lug'at ma'nosi emas. Shuning o'xshash dab degan lug'atni shundoq, tahsil degan lafzni o'zimiz shundoq. Uningki lug'at ma'nosi uni lug'atda qilib turdi. Qomus qilib turdi. Bu faqat qonuniy ma'nosi uni maqsad qilamiz deydi. Va iza kana al-lafzul mushtarakul waridu في النص الشرعي مشتركا بين عدة معان لغوية وجب الاجتهاد لتعيين المعنى المراد منها لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد معانيه وعلى المجتهد أن يستدل بالقرائن والأمارات والأدلة على تعيين هذا المراد. Endi biz shar'iy nasda kelgan bu o'rtaq labza bir necha lug'at ma'nosi orasida o'rtaq bo'lib qolibdi. Shar'iy nas kelgan bir labzini o'zi mushtarak bo'lib qolibdi-da. Bir necha lug'at ma'nosi orasida o'rtaq mushtarak bo'lib qolibdi. U vaqt qanday qilamiz deganda mujtahid o'nichu vojib bo'ldi ijtihod qilish. Shu ma'nolardan bo'lgan maqsad qilingan ma'noni bayon qilish uchun, muayyan qilish uchun mujtahid azroq nima qilish kerak? Bahs qilish kerak. Ijtihod qilish vojib bo'ladi. Chunki shari bu labz bilan bu labzning ma'nolarini faqat birisini maqsad qildi. Bu hammasi maqsad emas. Agar uningda o ma'na, murod muayyan bo'lmasa, uning tavaqquf qilish lozim bo'ladi. Masalan, Mavla degan kalima deyli. Mavla degan kalima bu lafz mushtarak. Bu Mavla degan gap, masalan, yordamchi bir-birisiga degandek gapda yordamlashish, bir-biri degandek. Bu Mavla degan gap, masalan, o bir odamniki bir ozod qilayotgan xo'jayini bor ekan. Va u odamningki bir ozod qilgan quli ham bor ekan, quli bor ekan, u ham ozod qildi. Bir odamga qul bo'libdi, ishlabdi. O ma'lum vaqtdan keyin pul tepib, mukotab bo'lib, hurlik guvohnomasini qo'lga epdi. Masalan, u vaqt va qo'lga hurlik guvohnomasini qo'lga ep bo'lgandan keyin u odam yana boshqa bir qul sotibdi. Qul sotib olgan bo'lib, u odam bir nima bo'pti, u qulni yoki ozod qilibdi, ozod qilibdi deyli. U odamga nisbatan bir nima bo'ldida, ikki mavla so'g'an bo'ldi. Mavla al-a'la va mavla al-asfal. Mavla al-a'la o'zining xo'jayini shu. Mavla asfal o'ziniki qo'l ostidagi ozod qilgan quli shu. Mayli ozod qilgan bo'lsin, mayli qilingan bo'lsin, u Mavla al-asfal. Buni va o'zing burun xo'jasini Mavla deyishi, bu odamni buniga bir ish qilib, bir shundoq bir yomon kunlar qolganlarda buni bir yenida bir tutib, buni yordam qilgan bo'ldi-da. Bu o yilqi o'zining Mavlai asfalni qo'lnimi Mavla deyish sabab u hamda u odamdanki ushab chiqishlarga aniq qil mayattu ayagman degan yordam bo'ladi. Bu demak her ishkilsa bu yordamlashish degan kalima bir mafhum bor. Mavlai a'ladan bor, Mavlai asfaldan bor. Masalan bir odam debdi o'lim holatida. Masalan, mening bu melimni mening Mavlaim qoldirdim deb vasiyat qilibdi.
Mevlayı kaldırdığımızda bu adamın iki Mevlası var. Mevlay A'la ve Mevlay El-Esbel. Bu Mevla lafzı müşterek hep kaldı benim ona. Manisi muayyen bulmagan. Bu vakitte kanda kılıdı degende benim manımda bu tevakkuf kılındı. Makul lafzı müşterekildi. Çünkü manisi muayyen bulmadı. Hakkınca bunu müştehit ictihat kılındı mı? Bununki Kays Mevla'ga ait bu adamın vasiyeti. Benim melemnin şunun biri. Üçtün Jakob Kasbamaydı vasiyet. Eng Jehovah'da as-sus ve sus al-kesir degan bir hadisi var da. Vasiyet shuningki kelib qolgan molninki tarakaniki shuning birini eng Jehovah'da vasiyat qilish u bizning shariatimizga uyg'un. Va Rasululloh alayhissalatu vassalamniki irshodati. Undan so'ng bunida bu vasiyat uchdan birdan chiqib kesib bo'lmaydi. Bir odam debdi bizim buna bu melemniki uchdan biri Mevlayimga ait. Ben Mevlayimga vasiyat qildim debdi. Qaysi Mevla ekanligi aniq bo'lmabdi. Mevlay a'log'imi yoki Mevlay asfalg'imi. Bu holatda ikkalisi muayyan bo'lmadi. Bu vaqtda uni amal qilinmaydi va tavaqquf qilindi. Demek onunla amel qilish uchun bu aynan ikki ma'noningki yoki ikkidan jiq bo'lgan ma'noning birisi muayyan bo'lishi kerak. Uni muayyan qilish uchun mujtahidcho ijtihod va bahs qilish kerak. Vojib bo'ldi ijtihod qilish shu ma'nolarda bo'lgan. Bir necha ma'no lug'viy, bir necha ma'nolarda bo'lgan maqsadlik ma'noni muayyan qilish uchun, tayin qilish uchun bir yerda mujtahidniki bahs va ijtihodidan lozim deydi. Chunki shariy taolo labz bilan lekin uning ma'nosini birini maqsad qildi, hammasini maqsad qilmaydi-da. Masalan, Qur'onda oyat karimdagi yuqoridagi oyatga bilib o'tgandek, o Qur'onning uzumi ham to'g'ri, ham maqsad tegilolmaydi. Ikkinchi maqsad tegilolmaydi. Vallayni iza as'asa, as'as degani shundoq. Ham kechining ketgini va yo kechining kagini. Kelgan hem ketken bir-birisi zıtmı zıt mandaq ma'na maqsad. İki ma'nisi var bunun. Bunun şu bir ma'nisi maqsad qildi. İkisi biroqla bir anda ikkinchi maqsad tegil olmaydi. Chunki shariy maqsad qildi labz bilan onun ma'nolarining birisini. Unda qo'g'ach mujtahid lazım shuniki dalil talab qilg'ay bu mujtahid izdengay qarina va alomatlar bilan va dalillar bilan mush maqsad qilingan ma'noni o'zini muayyanlashtirishga mujtahid ozroq harakat qilish lozim deydi. فلفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Mesela قروء degan lafz demenki ayet-i kerimedeki bu müşterek beyne tuhri vel hayd. Tuhurlan hayz arlığıda. Ve kad beyyenna fil kelami alel müşkili ma استدل به بعض المجتهدين على أن المراد به الطهر وما استدل به آخرون على أن المراد به الحيض. Bunu da biz bu kalam hakkında bu Kur'an müşterek tohrun hayzarlığıda biz bu Qur'a degan kalam haqida mushkul barisi yuqorida nurg'un izohatlarni berdik. Ba'zi mujtahidlar, ondan jumhurlarning ba'zisi nima dedi dalil talab qilib, bu Qur'dan maqsad to'g'ri dedi. Va yana bir ba'zilar, bundan Sadatul Ahnaf fuqaholar, ya'ni bular nima dedi? Bu maqsad bu Qur'a bilan hayd maqsad dedi. Yani buna yukarı delilde naçık talaş tartışılan mesela bu salasat yani üçüncü mucibi has. Üç digelikiniz salasatı kuru digelikiniz üç digelikiniz üç yerim mukas hem bulmaydı, iki yerim mukas hem bulmaydı. Üç oluş gerekli. Eğer bu cumhurların karşı binaen bu töhür lazım okup kalsa bu talak sünni degen ne? Töhürün oluş gerek. Haydiçilik kılıp kalsa bu talak sünni olmay talak bid'i olgan boludu. Onun için eğer bu talak bu töhürün içinde talak sünni bolsun için ne bolsa nime eğer
bu töhr sünni bolsun üçün bu talak töhr halette o ayal pak halette talak düşken bolsa onunki yerimi pak halette düşüp yerimi tügdiğin gepte bir mevsum bir töhrden ibaret bir mevsumdan yerimi tügüp ketdi degan gep. Bu 20 kaldı. Keyingi bir ay, ondan keyin bir ay. 2 yerim bo'lib qoldi. Salasat quru degan gap, bunun muhtizası vücut çıkmadı. Bu xas özün nim bo'lmadi. Xas, madem xas bo'lgan bo'lsa, o aşbet amal qilindi. O her göz onun kamziyadi xas bo'lmaydi. Eğer onu biz hesaplanmayız, dep kıp kalsa, bu zadi bu talak sunni bolsun için bedi olmay. Bunun da bu anda olsa bu töhriçilik düşken bu talak bu hesap emes dep kıp kalsa ucu qanday qiladi deganda bu 3,5 talaq nima bu 3,5 hayd 3,5 bo'lish to'g'ri kelib qoladi. Hozir bu to'g'ri 3,5 to'g'ri bo'lish to'g'ri keladi-da. Bu nemisi hisob bo'lmaganda. Eee, bu avvalgi to'g'rining o'zi tushgan talaq hisob bo'lmagan chog'dachu bu onundikin bu 3,5 talaq bo'lib qolgan bo'ladi. Yana salasati Qur'onning bu nemisi muqtazasi bo'lmagan bo'ladi. Bu şartda mana o'ymalniki nurg'un talash tartish bor jumhurlar bilan fuqarolar oralig'ida. ولفظ اليد يد اللفظ ولفظ اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يد لفظ Allah Azze ve Celle'nin tevenk sözde hem nime müşterekun beyne zira'i min ru'usil asabi'i ilel menkebi ve beynel keppi ve sa'idi min ru'usil asabi'i ilel mirpaki ve beynel keffi min ru'usil asabi'i ilel rusugayni ve beynel yumna واليسرى وقد استدل جمهور المجتهدين بالسنة العملية على تعيين المراد منها في الآية وهو المعنى الأخير أي من رؤوس الأصابع إلى الرسغين في اليمنى. Yed degan lafz bu ayet-i kerimede hem müşterek, ortak lafz kaldı. Kanunda bu ispanın 5'den başlayıp şu bilek aralığında, müyürük çıkışık aralıkta. Zira yani bilek bilen ispanın 5'den başlayıp müyürük çıkışık aralıklarımızı bunun yed olgan boldu. O o ayal oğru eğer oğurluk yan bolsa ikisinin kolunu kesinler deganligimiz bu bemekten kesinler deganlik mi? Ya ceynekten kesinler deganlik mi? Ya ki müyürden kesinler deganlik mi? Degandek bu lafz yed degan lafz ortak bir lafz kaldı. Nerede degende bilek arsıda da menkep müyürük çıkışlık ve beynel keppi ve sa'idi ve alkan bilen ve ma neminin aralığında bemeklen ceynek aralık sa'id ma bu aralıkta nemeden alkan bilen alkan arsıda o sa'id arsıda yani şu kolun uçunu tatıp ceynekçilik diye mi boldu? Buna muhturdu. Ve alkan bilen ay şu neminin sipenin uçudun başlap alkandan başlasak da bemek çıkış alıkta bunun yet değilliği bulup kaldı. Ve on kollan sol kol arasında hem müşterek bulup kaldı. Kolunu kesin adgelikmizde kayıs kolu kesimiz. On kollu mu sol kol mu? Bemek çıkık mı? Ya ki ceynek geçik mi? Ya mürük geçik mi? Digendek. Bu bir neçe mensup qilib bunga jumhur mujtahidlar sunnat amaliya bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amaliy sunnatlancha buni dalil talab qildi. U yed mushtarakdan oyatdagi yedil mushtarakning aydiyahuma degan bu yedning o'zidan maqsadning muayyan qilishga amaliy sunnatlancha dalil talab qildi. Bunun bilan aydiyadin bu maqsad nima ekan deganda bundan oxirgi ma'no ya'ni shu parmak qo'lning barmoqning uchidan boshlab ikki bamakchilik bu o'ng qo'lda degan bo'ldi. Shu o'ng qo'lni bamakchilik kesil degan bo'ldi.
Bunu bu taraf üst bombayı ötülmeydi o demekçi deydi. Bunu cumhurlar sünnet ameli bilen delil talep kıptı. ولفظ الكلالة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة مشترك يطلق لغة على من لم يخلف ولدا من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من على من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وعلى القرابة من جهة غير الولد والوالد. وقد استدل جمهور المجتهدين باستقراء آيات التوريث على تعيين أن المراد بالآية هو المعنى الأول. Hem de ayet-i kerimedeki kelal diyorlar bize. Kelale. Bu lügat ve ıslahta bir qancha ma'noga ishlatildigan. Ba'zida buni bir meyitqiki onun balası bo'lmagan. Onun atsın bulmagan. Yani demek valla eslimi yok, valla per ismi yok. Bunun kuşuş meyitni mi kalala deb koyduk. Ve bazda bir miras horgum işletilgen bu kalalının. Onun balısı mı yok, valla atsı mı yok. Bunun üzümü kalala dedikken. Onundan başka terekinin üzümü kalala deb koyalım bak kendi. Demek bir yerdeki lebz kalala. Bu ortak bir lafz oldu. Bunu lügatda hech qandaq balısımı ve at summuğa adamga kalala deb qo'ygan odamning balısımı yokken miras alaydi desa. Va u odamning atsimi yo'q ekan. Va yana bir kimi qo'lindiki bu kalal degan gapning o'zini ening uchun balimi yo'q va nima yo'q va atsimi yo'q. Muhallapina. Bunu miras elevasyon da eyleyicisi buna kadar yokken. Ve bala ve atın başka yine yakın uruk tukallar hem karıldıken. Bala ve atısının başka bala atı tarafından başka olan uruk tukallar hem karıldıken kelalani. Hem bunu cumhur ölümü ala bu müştehitlerinin köpünsü cumhur ulemalar delil talep kıldı. Bu nimideki tevris ayetinin üzerine alayda aktırıp bahs kılıp ictihat kılışılan bu ayetteki kalallen boğan maksattin şununla ictihat delil talep kıldı ki çokum şunu tayin kılışkı da izdat delil talep kıldık çokum maksat ayette olsa evvel maniki ala men lem yuhallib veleden ve la validen. Onun atısı mı yok ve onun çoğu balısı mı yok. Bu kalalıdın bu şu maksat degenini bunu kandak kıldı bunu uç kıldı değil. ولفظ الواو في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ve yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu ayet-i kerimdeki va diye lafzı bunun hem müşterek. Ve lafzul vavu fi kavli ta'ala ve la ta'kulu mimma lem yuzkar ismullahi aleyh ve innehu lefiskun müşterekun yusta'malul atfi ve yusta'malul hali. Fein uride bihi huna el halu كان النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه والحال أنه فسق أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله وإن أريد به العتب كان النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا سواء ذكر عليه حين الذبح اسم غير الله أو لم يذكر. Ayet-i Kerim'in özdeki vav degen labz ve la te'kulu. Bu mu müşterek? Bunu atf için hem işletildi ve özren ve innehu la piskun. Muş vav. Bu vav nima? Müşterek. Bunu atf için hem işletildi bu ne? Ve innehu la piskun ki vav ne? Ve al için hem işletildi. Bu iki xil. At bilen
hal aralığında müşterek bo'lib qoldi. Bu va innahu fisqun ekan. Wow. Buni bundan qani maqsad qilamiz? Bu zodi aytib uchunmi yoki hal uchunmi deganda, agar buni bilan bu yerda hal maqsad bo'lsa, bo'ludi. Bu nahiy kelgan bo'ladi. Ening ustida Allohning ismi zikr qilinmagan narsa ustiga nahiy kelgan bo'ladi. Ya'ni Allohning ismi tilga ilinmagan narsaning o'zini yemanglar degan bo'ladi. Valhal chuqum u bo'lsa va innahu lafisq. O ish yoki holat u bo'lsa, agar mana bu qolib qolsa, u fosiqlik degandek. Ya'ni uning uchun shunga uniga yemanglar. Ya'ni zikr qilindi o'ninga uni zabiqa vaqtda Allohning g'ayrining ismini zikr qilindi. Allohning ismini zikr qilmay, Allohning g'ayrining ismini zikr qilinib qolib qoldi. Holat bu past holatdi. Onun uchun bu holatda Allohning ismi tilga ilmagan bo'lsa, yemanglar degan bo'ldi deydi. Agar bundan atbi maqsad qilinib qolib qolsa, kelgan bo'ldi nahiy kelgan chiqqan bo'ladi. Eningga Allohning ismining uchun zikr qilinmaganligini, eninglan ay vav bilan atbi iroda qilinib qolib qolsa, bu buradagi vala ta'kulu degan nahiy nima uchun bo'lgan bo'ladi? Nahiy kelgan bo'ladi. Eningga mutlaqo Allohning ismi zikr qilinmagan narsaning o'zini yemanglar degan bo'ladi. Nahiy uni kelgan bo'ladi deydi. Mayli o zabiqa vaqtda Allohning ismini inangacho Allohning g'ayrining ismini zikr qilinsin yoki zikr qilinmasin deb bunda qilgan bo'ladi aytuvchi bo'lsa debdi. Demek bu yerdeki vav ve innehu lefiskun vav müşterek deydi ona. Vel müştehidun enkasamu fi ta'yinil muradi minha fil ayati ila ra'yeyni ve li kullin vichetun. Mujtehid ulemalar, meyli Saadetul Ahnaf'ın fukahalar olsun ya ki cumhurla olsun, bu ayet-i kerimdeki bu vav'dan ibaret labz müştereknin üzdün maqsadni tayin qilishda ikki xil ko'z qarashga bo'linib ketdi deydi. Har bir uchun ko'z qarashi bor. ولا يصح أن يراد باللفظ معنيان أو أكثر من معانيه معا بحيث يكون الحكم التي ورد في النص متعلقا في وقت واحد بأكثر من معنى لأن اللفظ ما أراد به الشارع إلا معنى واحدا من معانيه ووضعه لمعان متعددة إنما هو على سبيل البدل أي أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك فأما دلالته على هذا وذاك في وقت واحد فهو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز فلا يصح أن يراد بالقرء في الآية الطهر والحيض معا بحيث أن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطهار وإن شاءت تربصت ثلاثة حيضات لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي طريق من طرق الدلالة. Hem demek dursun mu? Bu müçtehitler demek o yukarıki ayetlerden meyliyet olsun, kalal lafz olsun bu ayet-i kerimdeki vav, lafzul vav ki müşterek olan lafz vavdun olsun, muşundun bo'lgan maqsadni tayin qilish jarayonida ikkiga bo'linib ketdi dedik. Har bir uchun ko'z qarashi va o'zining mutlaq dalili bor. Maqsad dursunmaydi. Şu dursunmaydi ki maqsad qilg'ay bir lafz bilan ikki ma'noninki ikkilisini maqsad qilish durust emas. Va har ikkisi o'rtaq mushtarak lafz bo'lgan ekan yoki bir lafzning ikki ma'nosi bor ekan yoki ikkisini jiqroq ma'nosi bo'lgan bo'lsa, buni hammani biroqla bir ondila maqsad qilay deyish durust emas. Masalan, bir bo'ladi hukmki nasda kelgan hukm bo'ladi. Hüküm
ki nasl kelgan hukm mutaalliq bo'ladi. Nimada bir vaqtda bir ma'nodan ko'p narsaga mutaalliq bo'lib qolgan bo'ladi. Hukm bog'langan bo'lib qoladi. Nasl kelgan hukm. Bir vaqtimizda birdan ko'p ma'noga bog'langan aloqasi bo'lib qolib qoladi. Chunki labz şaritala u labzlanchu lekinla ma'nolardan bo'lgan. U labzning ikki ma'nosi yoki undan jiqaroq ma'nolardan bo'lgan bir ma'noni maqsad qildi. Sharitalarning maqsadi faqat biri u. Va u sharitala u labzini bir qancha ma'no qo'ydi. U qo'yishi innama huwa ala sabil badal. Cho'qim qo'ydi u shari subhanahu va taala u labzini u bir ma'no qo'yishi badaliyat yo'liga binoan shumul mandaq umum ma'noga binoan emas badaliyat binoan badaliyat kan ma bo'ladi bu bo'lmay qolib qolsa buning bedilida ma bo'ladi bu bo'lmay qolib qolsa buning bedilida ma bo'ladi degandek hammasi bo'ladi deganlik emasda birisi bo'lmaganda uning bedilida u bo'ladi u bo'lmaganda onun bedelde 20 oldu. Mandak şaritala maksidi onu nim kıldı? Bu bir labzni bir qancha ma'no qo'ygan bo'lsinmi? Labz bir ma'nosi bir necha bo'lgan bo'lsinmi? Sharitala qo'ygan maqsad qilgan maqsad muddao nima desa nimani maqsad qildi? Hamma ma'noni yo'q, hamma ma'noni emas. Bir ma'noni maqsad qildi ala sabilil badal. Ya'ni chuqum ya uqtgan bo'ldi bu labz bunu uqtirdi bu ma'noni ay annahu imma ayyadulla ala haza aw zak ya bu ma'noni uqtirdi yoki on uqtirdi bunimi unimi biroqla emas bu av munfasil maniyatul jamning munfasilning harfidan bu mantiqda o'qigandak masalan munfasilniki harflari av imma deganlar u ikkisi jamikilga tushunmaydi ya bu bo'ladi ya u ikkisining birisi yoki ular bizniki ammo ular bizniki buningmi ham onigimi bir vaqtni o'zida labz bir buning bu ma'nogimi masalan qur'ning ham hayzgimi ham to'hrigimi bir vaqtni o'zida buni uqtirib qilishi bu labzni juklab qo'yganlar u labzchuni uqtirammaydigan narsaning o'ziga labzini o'zini juklab labziga ne juklaganlik bo'ladi nima desa bir narsa uqtirmaydi u labzni uqtirolmaydigan narsani o'ziga qandoq juklab qo'yish bir qancha ma'noni biroq u labzni juklab qo'yganlik bo'ladi bu vala haqiqat yo'llanma uqtirolmaydi vala majaz yo'llanma uqtirolmaydigan bir labzni o'zgacha bir necha ma'noni juklab qo'yganlik bo'ladi deydi durust olmaydi unda qilgankin qur'on oyat karimda tohir va hayz billa maqsad qilish ham durust emas bir jihatdagi cho'qim mutallaq taloq qilingan ayol xohlasa 3 oy 3 tohra kuchsin o'zini va xohlasa 3 hayz kuchsin deganlik bo'lib qolib qoladi chunki labz uqtirmaydi buni hech bir dalolatni yo'llaridan bo'lgan bir dalolatlar buni uqtirmaydi ikkisining bir bo'ladi va kazalikal halu fi nususil qawaninil vadiyyati iza warada fiha labzun mushtarakun بين عدة معان لغوية ولم يبين الشارع المعنى الذي أراده منه وجب الاجتهاد في تعيين المعنى إما بواسطة نصوص أخرى في القانون وإما بالرجوع إلى قواعد التشريع ولا يصح أن يراد من لفظ مشترك في نص أكثر من معنى واحد لأن اللفظ المشترك ما وضع إلا لمعنى واحد ولكنه دائر بين اثنين أو أكثر وش حال إيش yerli qonun nasrdimi shunga yerli qonun tekstlardimi ish mushun o'zg'ishishlar qachon unga masalan bir o'rtaq bir labz kelib qolibdi bir qancha lug'at ma'nosi orqali aylanib turgan labz bir ma'nosi bir necha onunla o şeriat quruvchi qonun yo'l qo'yguchi masalan undan maqsad qilgan ma'noni bayon qilmabdi
u vaqt qanday qiladi? Mujtahid ijtihod qilish vojib. Ma'noni tayin qilishda. Ijtihod qilib bo'lgandan keyin, anki bu mushtarakdan bu hosil bo'lgan ijtihod bahsidan keyin hosil bo'lgan bir ma'na bu mushtarak darajasidan muavval darajasigacha qaytadi. Uni muavval deyildi u vaqtda. Uni balkim boshqa kitoblarda taxmin bayon qiladi. yoki bu qonundagi boshqa nasla vositlik bu muayyan bo'lgan bo'ladi. Palon qonunning palon moddasida bu gapdan palon maqsad qilgan degandek shu yerlik insoniy qonunninki boshqa naslarning vositilan bu ma'no muayyan bo'lgan bo'ladi. yoki tashrining qoida formula usuli qoidasidan bo'ladi. Ma'na murod muayyan bo'lgan bo'ladi. Ammo durust bo'lmaydi lafzi mushtarakdan bir narsani o'zida bir ma'nodan ko'p narsani maqsad qilish bu durust emas. Chunki o'rtaq lafzgan faqat bir ma'no uchun qo'yildi. Ammo lekin bu ikkidan ko'p ma'no orasida aylanib turdi bu. Lafzi bu lafzi mushtarak bir ma'no uchun qo'yiladi. Çokum sunuk sabit emas. Ya onun için ya bunun için. Ya ki ikinin C mana atrapda aylandık ya bunun için ya bununla ya bununla yet doğandek ya kalala degandek mesela ya aynı doğ mesela aynı bir netçi mana alsa aynı durdu birden sabit emas. Ya bunda koğan buludu. Bunun özüne kavaidi teşriqa rucu kılışlan, onun müracaat kılışlan ma'na muayyan bo'lgan bo'ladi va yoki qonundagi boshqa naslarniki qarinlarning dalillarning vositalan ma'na murod nim bo'lgan bo'ladi u muayyan bo'ladi mujtahidlarniki nazarda deydi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.